أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. Baqara suresi 129. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Bakara suresi tefsirinin 129. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbimiz ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib beradigan kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan dedi. İbrahim alayhissalomning Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatish haqida qilgan duosi. Bu oyatda İbrahim alayhissalomning Allah Taalaga duo qilib o'z naslidan haram ahliga bir payg'ambar berishni tilaganligi bayon qilingan bo'lib, İbrahim alayhissalomning ijobat qilingan bu duosi Allah Taalaning Muhammad alayhissalomni insi, jin, arab va boshqalarga payg'ambar qilib avatishdek oldin ola o'rinlashtirishiga udul kelgan. Muhammad alayhissalomning payg'ambari bo'lib keldiganligini tunji bo'lib tilga olgan va uningdan bishorat bergan kishi İbrahim alayhissalom bo'lib, shundan e'tiboran u Bani İsrail qavmi kishilar orasida nihoyat mashhur bo'lib kelgan. Hatto ularning eng oxirgi payg'ambari İsa alayhissalom ularga nutq so'zlab: "Ey İsrail avlodi, men sizlarga haqiqatan Alloh avatgan, mendan burun kelgan Tavratni tasdiq qilguvchi, mendan keyin keladigan Ahmad ismli payg'ambar bilan xush bishorat berguchi payg'ambarman" dedi. Shunga payg'ambar alayhissalom hadisda mundaq deydi: "Mening payg'ambarlikim bovam İbrahimning duosi ve Meryemning o'g'li İsa'ning bishorat berishi bilan boshlangan." Payg'ambar alayhissalomning "Onam o'zidan bir nurning chiqib, Shamning qasirlarini yo'rtiyotganligini ko'rdi" degan. Payg'ambar alayhissalomning onasi bu so'zni uningga qo'rsoq ko'targan chig'ida shunday tush ko'rganligini kishilarga so'zlab bergan. Shuning bilan ularning orasida u so'z tarab ketgan deb qaraldi. Bu yerda nurning chiqqanligiga boshqa yerni keltirmay Shamni keltirishi uning elib kelgan dinining Sham zaminiga o'rinlashadiganligiga bo'lgan bir ishoratdir. Shuning uchun Sham oxirgi zamonda islom va musulmonlarning qaytish o'rni bo'lib qoladi. İsa alayhissalom Sham zaminidagi Damashqning sharq tarafidagi oq munorga tushdi. Shunga hadisda mundaq deyilgan: "Mening ummatimdan haqiqat uchun jang qiladigan bir turkum kishilar g'albilik holatda bo'ladi. Alloh taolaning buyrug'i kelmaguncha ularni yordamsiz qo'ygan va ular bilan qarshilashgan kishi ularga ziyon yetkazolmaydi. Alloh taolaning buyrug'i kelmaguncha ular mag'lubiyatga uchramaydi." Buxoriyning rivoyatida ular Shamda deyiladi. Kitob va hikmat degan so'zning ma'nosi: kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, hasan,
Qatada, Muqatil ibn Hayyan, Abu Malik va ulardan boshqa bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ve ulardan başqalar bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ya'ni Qur'on bilan sunnatni o'rgatdi. Ya'ni Qur'on bilan sunnatni o'rgatdi. Dinning mazmunlarini o'rgatdi deganlik bo'ladi deguchilarmi bor. Bu ikki so'zning o'rtasida zidlik yo'q. Ali ibn Abu Talha ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgan degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni Alloh taolaga bo'ysunishni o'rgatadigan payg'ambarni avatgan. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan dedi. Ya'ni u hech narsa ojiz qila olmaydigan. G'alaba qozong'uchi, hamma narsaga kuchi yetguchi, ish va so'zlarida hikmat bilan ish qiluvchi, bilimi, hikmati va odilligi bo'lganligi uchun hamma narsalarni o'z o'rniga qo'yg'uchidir. O'zini ahmoq qilganlardan boshqa kim Ibrohimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlik tanladik. Shak shubhisizki, oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Robbi uningga Robbingning amriga itoat qilgan dedi. U olamlarning Robbiga itoat qildim dedi. Ibrohim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, ey o'g'illarim, Alloh sizlarga mush dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar, ya'ni iymoninglarni mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar dedi. İbrahim alayhissalomning dinidan ahmoqlardan boshqasining yuz o'rimaydiganligi. Alloh taolo bu oyatda haq dinga ergashuvchilarning yo'l boshlamchisi İbrahim alayhissalomning diniga xiloflik qilib, Alloh taologa shirik keltirishni paydo qilgan kofirlarga raddiya berdi. İbrahim Robbini bir deb bilish aqidasini boshqa shirik aqidalardan tozladi. U bir narsa tilamoqchi bo'lsa, Alloh taoladan tiladi. Uningga boshqa bir narsani shirik qilmadi. U Alloh taolaga qat'iy shirik keltirmadi. Alloh taoladan boshqa ibodat qilinadigan har qanday narsadan ado juda bo'ldi. U Alloh taolani bir deb bilish aqidasida ching turib, o'zining hamma odamlari bilan qarshilashib, hatto o'z otasidanmi ado juda bo'ldi. İbrahim alayhissalom: ey qavmim, men haqiqatan sizlar shirik keltirgan ma'budlardan ado judaman. Men haqiqatan botil dinlardan haq dinga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. O'z vaqtida İbrahim otasiga va qavmiga aytdi: sizlar cho'qinayotgan butlardan va men rostla ado judaman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ado juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p chekkuchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamliq edi. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlarni o'zlashtiruvchi peshvo. Allohga itoatman, botil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qiluvchi edi. U Allohga shirik keltiruvchilardan emas edi. İbrahim Allohning ne'matlariga shukr qilguvchi edi. Alloh uni payg'ambarlik tanladi va uni to'g'ri yo'lga boshladi. Uningga dunyoda yaxshilik ato qildik. Shak shubhisizki, oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. Alloh taolo bu kishilar uchun mundaq deydi: o'zini ahmoq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi?
ya'ni İbrahim alayhissalomning mangan yo'lidan galvon, ahmoqligi va haqiqatni tashlab ozg'unlikqa menishi bilan o'ziga zulm qilgan kishi yuz o'riydi. U ahmoq kichikchig'idan boshlab Alloh taolo o'ziga do'st tutib, dunyoda to'g'ri yo'lga boshlab va haqiqatni ko'rsatib qo'yish uchun tanlagan kishining yo'liga xiloflik qildi. U kishi oxiratda baxtli kishilardandir. Mushundaq kishining yo'lini va uning dinini tashlab, azg'unlik yo'llariga ergishishdan ortiq ahmoqlik yoki uningdanmi cho'ng zulm qilish bormi? Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Shirk keltirish haqiqatan zo'r gunohdir. Abu Aliya va Qatada qatorliqlar bu oyat Yahudilar to'g'risida tushdi deydi. Ular Alloh taolo tarafidan tushmagan yo'ldan birini paydo qildi. Ular Alloh taolo tarafidan tushmagan yo'ldan birini paydo qildi. Ularning tutgan yo'li İbrahim alayhissalomning diniga va tutgan yo'liga xilof edi. Ularning bu ko'z qarashini Alloh taolo Mavu oyati orqali kuchlantirdi. İbrahim Yahudiymi emas, Nasaramu emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilguvchi, Allohga bo'ysunguchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. O'z vaqtida Robbi uningga Robbingning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Robbiga itoat qildim dedi. Ya'ni Alloh taolo uni o'ziga ixlos qilishga, uning buyruqlariga bo'ysunishga buyurdi. Umu, ya'ni İbrahimmi uningga ixtiyoriy va majburiy yo'sinda bo'ysundiganligini bildirdi. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, ya'ni u balavoqlarga Alloh taologa bo'ysunishiga vasiyat qildi. Ba'zi olimlar bu vasiyatning ballarga qilgan vasiyatning ichiga nevrisi Yaqubmi kirdi. Ishoqning o'g'li Yaqub İbrahim alayhisalom va uning ayoli Sara hayot vaqtida tug'ilib bo'lgan. Uning tug'ilganligini Alloh taolo u ikkisiga, ya'ni İbrahim bilan Saraga xo'sh xabar bergan deydi. Alloh taolo ularga xo'sh xabar berib mundaq deydi: Biz uningga, ya'ni Saraga Ishoq otliq bolasi bo'ldiganligi bilan Ishoqning keyin keladigan Yaqub otliq nevrisi bo'ldiganligi bilan xo'sh xabar berdik. İbrahimga Ishoqni, Yaqubni ato qildik. Ya'ni İbrahim alayhissalom Alloh uchun qavmidan ayrilganlik uchun yaxshi farzand Ishoqni berdi va Ishoqning o'g'li bo'lgan nevrisi Yaqubni berdi. Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Biz uningga, ya'ni İbrahimga Ishoqni berdik. U Robbidan so'ramasimu Yaqubni o'shq berdik. Ya'ni Yaqub alayhissalomni nevra qilib yoki İbrahim alayhissalomning talabidan ziyoda qilib berdik. Bu oyatlarning hammasi Yaqubning İbrahim alayhissalomning hayot vaqtida tug'ilganligini uqtirdi. Ya'ni kelib u burunqi kitoblarda xabar qilingandek Falastindagi Aqsa masjidini saldi. İmam Buxoriy va Muslimning hadisida Abu Dar radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Men ey Allohning payg'ambari, zaminda birinchi bo'lib selingan masjid qaysi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom Haram masjidi deb javob berdi. Uningdan qolisichi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom Falastindagi Aqsa masjidi deb javob berdi. Men
u ikki masjidning silinish oraliqida qanchalik vaqt bor deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom 40 yil deb javob berdi. Alloh taoloni bir deb bilish aqidasida toki o'lgicha ching turishning lozimligi. Ey o'g'illarim, Alloh sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar, ya'ni iymoninglarni mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar dedi. Ya'ni hayot vaqtinglarda yaxshi ish qilinglar. Alloh taolaning sizlarning yaxshilik ustida o'lib ketishinglarni nasib qilish uchun yaxshilik qilishni davomlashtiringlar. Chunki inson ko'pincha vaqtda qilayotgan ishining, ya'ni yaxshilik qilayotgan bo'lsa, yaxshiligining, yomonlik qilayotgan bo'lsa, yomonligining ustida o'ladi. Nima amal bilan o'lsa, shu amal bo'yicha qabrdan turg'izildi. Alloh taolo yaxshilik qilishni orzu qilgan kishiga uni qilishga osonlik yaratib berdi va yaxshilikni niyat qilgan kishini shu niyatida mustahkam qiladi. Bu so'z tuvandagi hadisning ma'nosiga qarshi kelib qolmaydi. Hadisda mundaq keldi. Bir kishi jannatga kiradigan kishilarning amal ibodatlarini qiladi. Uning bilan jannatning orliqi bir g'uloch yoki bir gaz, ya'ni u o'lgil az vaqt qoladi. Ondan uningga onasining qo'sqidagi chog'dagi peshonasiga putilgini ilgari kelib, do'zaxga kirdiganlarning ishlarini qilib qoladi-da, do'zaxga kirib ketadi. Yana bir kishi do'zaxga kirdiganlarning ishlarini, ya'ni gunoh ishlarni qiladi. Uning bilan do'zaxning orliqi bir g'uloch yoki bir gaz, ya'ni o'lgil azroq vaqt qoladi. Ondan uningga onasining qo'sig'idagi chog'da peshonasiga putilgini ilgari kelib, jannatga kirdiganlarning ishlarini qilib, jannatga kirib ketadi. Yuqoridagi so'zning bu hadisga qarshi kelmaslikdagi sabab shuki, bu hadis ba'zi rivoyatlarda mundaq deb keldi. Birinchi xil odam kishilarga ko'rinishda jannatga kirdiganlarning amal ibodatlarini qilgandek, ikkinchi xil odam kishilarga ko'rinishda do'zaxga kirdiganlarning ishlarini qilgandek ko'rinadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Pul melini Allohning roziligi uchun sarf qilgan, taqvodorlik qilgan, kalima tavhidni tasdiq qilgan odamga kelsak, uningga biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. Bexillik qilib Allohning savobidan o'zini behojat hisoblagan, kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, biz uningga yomon yo'lni muyassar qilib beramiz. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan, "Men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular, "Sening ilohing va ota-bovularing Ibrohim, Ismoil, Ishoqning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilg'uchimiz" dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarning savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishlariga sizlar javobgar emas. Yaqub alayhissalomning jon uzish oldida bolalaridan olgan ahdisi. Alloh taolo Ismoil avlodidan bo'lgan arab mushriklarga Ibrohimning nevrisi Yaqubning o'z avlodlaridan bo'lgan Bani Isroil qavmiga qilgan vasiyatini hujjat qilib keltirdi. Yaqub alayhissalom jon uzish oldida bolalarini Allohga hech narsani shirik keltirmay, ibodatni xolis uningga qilishga buyurgan holda, Yaqub jon uzayotgan vaqtida, "Sizlar yenida bormidinglar?" Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan, "Men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular, "Sening ilohing va ota-bovularing Ibrohim, Ismoil, Ishoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilg'uchimiz" dedi. Ya'ni ibodatga shu loyiq. Uningga boshqa birsini shirik qilmaymiz. Ibodatga shu loyiq. Uningga boshqa birsini shirik qilmaymiz. Biz uningga itoat qilg'uchimiz dedi.
ya'ni biz onunğa bo'ysunguchimiz, biz onunğa bo'ysunguchidirmiz. Alloh taolo barliq kishining o'ziga bo'ysundiganligi to'g'risida mundaq deydi. Halbuki osmondagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Alloh taologa bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Payg'ambarlarning tutgan yo'li va qonun ahkomlari boshqa bo'lgani bilan islom hammasining o'rtaq dinidir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasi mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir, menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir, menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Bu vaqtda oyat va hadislar nihoyat ko'p bo'lib, bir hadisda payg'ambar alayhisalom, biz payg'ambarlar jamoasi bir otining bolalari, elib kelgan qonun ahkomlarimiz boshqa bo'lsa-mu, dinimiz birdir degan. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarningmi savobi o'zinglar uchundir. Ya'ni sizlarga foydasi bo'ladigan yaxshi ishlarni o'zinglar qilmasanglar, ilgir o'tib ketgan payg'ambar va yaxshi kishilardan bo'lgan dadillaringlarga o'zinglarni nisbatan bergininglar, o'zinglarni nisbat bergininglar sizlarga hech qanday foyda ilib kelmaydi. Ularning qilgan amal ibodatlar o'zlari uchun, sizlarning qilgan amallaringlar o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Shunga hadisda mundaq keldi: bir kishini qilgan amali kechiktirgan bo'lsa, ya'ni o'ziga tegishlik yaxshi ishlarni qilmagan bo'lsa, uning nasabi, ya'ni uning ulug' kishining yoki cho'ng amal tutgan odamlarning va yoki 100 obro'li kishining bolasi bo'lishi uni yaxshi amallar qatoriga kirgizolmaydi. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsizlar deydi. Undaq emas. Biz Ibrohimning islomga uyg'un diniga ergishimiz. U mushriklardan emas edi degan. Muhammad ibn Ishaq bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abdulloh ibn Suriya A'var degan Yahudi payg'ambar alayhisalomga: "Hozir biz mengayotgan yo'l to'g'ridir. Sen bizga ergashgin, to'g'ri yo'lni topsan" dedi. Xristianlarmi payg'ambar alayhisalomga shundaq deyishdi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsizlar deydi. Undaq emas. Biz Ibrohimning islomga uyg'un diniga ergishimiz, ya'ni biz sizlar chaqirgan Yahudi yoki Xristian diniga ergishishni xohlamaymiz. Biz Ibrohim alayhisalomning to'g'ri yo'lga, to'g'ri bo'lgan diniga ergishimiz degan. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Sura Baqara tafsiri 135-oyatgacha o'qidik. Oxirini keyin qitimda davomlashtirib o'qiymiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.